Assalomu alaykum chiroyliklarim. Xitoydan tovarim bir pasda yetib kelibdi. Ortimdan bir haftaga qolmasdan. Ko'ramiz. Bismillah. Nimalar kelgan ekan? Voy, bu rosa tugib tashlashibdi-ku. Sizlar ham menga o'xshab besabrmisizlar? Shatta qaychini olib kesib tashlaysizlarmi? Nima bo'ldi ekan endi bu yuklar? Asrab avaylab ezilmasin, brend kashloklarim, sumkalarim, narsalarim toshlari sinmasin deb korobka qildirgan edim. Nimagadir korobkam yorilganga o'xshayapti. Hozir ko'ramiz. Sklatdan olib chiqib berishganda tanimadim. Bu meniki emas debman. Sizniki deyishadi. Mana kodingiz turibdi-ku deb. Yo, rostdan meniki ekan. Korobkam yorilgan qizlajonlar. Mana hozir ko'ramiz narsalarni. Nima bo'ldi ekan? Zo'rg'a 9-etajga olib chiqdim bularni. Yo, narsalarim yaxshi turibdi. Allohga shukr. Hamma narsani ham o'z qiyinchiligi bor degandek. Korobka qilish, press qilishga bir kun vaqtimiz ketdi. Hamma narsani ham qiyinchiligi bor. Changxonalarda, press xonalarda qildirganmiz. Ayniqsa onam juda ham ko'p yuk oladilar. Qizlarning sarpalariga kerakli hamma narsani oladilar. Pastel, pokrival, adyollar, to'shak, hamma narsa, yostiq deysizmi, nima kerak bo'lsa. Kiyim-kechak ular juda ham katta yuk qiladilar. Onam yuklari uchun bir kun vaqtimiz ketdi. Shu desanglar, natijada qizlajonlar aeroportga arang ulgurdik. Ay, qaranglar, mana sumkalar. Bular hammasi brend. Olib o'rganman. Korobkalarini hammasini agar korobkasi bilan kerak desangiz, korobkasi bilan alohida olib kelib berishim mumkin. Korobkasini yo'qligini evaziga arzonroq sotib yuboraman. Bizni kuzatishda davom eting. Telegram, Instagram, Uzum Market, YouTube kanallarida hamma joyda Scarlet Byte nasib izlasangiz chiqib kelamiz. Tovarlarimizni esa shu saytlardan olsangiz bo'ladi. Bemalol onlayn zakaz qilib.